Assalomu alaykum og'aylar. Mana Aravondan keldi bu mashina. Bugun ertaman bittani chiqardik. 13 ballon bilan yuziga 5 ta ichgan. Mana ham 13 ballon bilan ekan. Hozir ko'ramiz nechta ichar ekan bunisi. Mana ishlashlari. Yurgizing. Aka yurgizing. Ishlashlari. ishlayapti. Bog'lasdan ana baklashga 200 gram ulab qo'ydik. Mana 200 gram benzini bilan ichdi. Hozir bir aylanib kelishadi, 00 qilib qo'ygan ko'ramiz. Mana hozir kelishdi, o'chmadi deyapti. 200 gram benzin уже 4 kilometr yurib kelishdi. Mana hozir kilometrini ko'ramiz. Ichib qo'ygan. Tak. 3.7 bo'libdi, hali o'chmadi. Mana 3.7 turibdi. O'chmoqda hali. 7 turibdi. Tagida ozgina benzin qolibdi. O'chash to'g'ri yurardi-da bu. Qisqasi yuziga 5 mana. Hozir mash turishida 5 u 200 shunaqa ishda hozir. Oxirigacha yursa yuziga 5 ta bo'lardi mash mashina. Mana mash mashina, mash motor. Hozir yurib kelib to'xtashdi, kilometraj 3.7 ko'rsatyapti. 200 gram benzin bilan. Mashina hali o'chgani yo'q edi.